Bu video sizga uchradimi? Demak, bilishingiz shart bo'lgan nimadir bor. Yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Kuchli ishlashingiz kerak, mehnat qilishingiz kerak bo'lgan yoki nimanidir tagiga yetishingiz kerak bo'lgan vaziyat bor. Bu vaziyatda siz harakatni to'xtatmasligingiz kerak, kerakli natijaga erishish uchun. Kutilmaganda qandaydir planlar teskariga ketishi mumkin. Balkim siz g'oliblikka bir qadam qolganda kutilmagan qandaydir sotqinlikka uchrashingiz mumkin. Siz oldin e'tibor bermagansiz va bu sizni bee'tiborligingiz sizni bu g'olib bo'lishda to'sqinlik qiladigan qaysidir vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. O'tmishdan erkak keladi. Bu erkak romantikani yaxshi ko'radigan, go'zal gapiradigan, ayollarni ko'nglini topib gapiradigan romantik inson o'rta yoshlarda. Bu inson o'tmishdan keladi va sizdan qandaydir yordam so'rashi mumkin. Qaysidir niyatingizga erishishda to'sqinlik qilishi mumkin. Agar siz unga yordam beradigan bo'lsangiz, u sizga sotqinlik qiladi va sizni og'ir holatda tashlab ketadi. Bu insonni xursandchiligi sizni og'ir holatga qoldirishi mumkin. Bu insonni xursandchiligi uchun sarflagan pulingiz, energiyangiz, e'tiboringiz sizni og'ir holatga soladi. Bu inson esa judayam sizdan unumli foydalanadi va o'ziga kerakligini oladi. Ya'ni siz minusda, bu inson esa plyusda. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. O'tmishdan qaytayotgan bir erkak sizga sevgi izhor qilsa, o'tmishdagi his-tuyg'ularingizni uyg'otishga harakat qilib, qandaydir sizdan foydalanishga harakat qilayotgan bo'lsa, uni so'zlariga emas, qilayotgan harakatiga e'tibor qaratishingizni maslahat beraman, chunki bu yerda sizga nisbatan ayyorlik g'irromlik ishlatib, o'zini foydasiga qandaydir sizdan foydalanib ketishi mumkin va sizni og'ir holatda qoldirib ketadi.